Yo'q, shunaqa qimmat narxga olib qolasizmi? Aka, tillalarni qimmatga olyapsiz deb eshitib keldim. Da, o'tirib oling. Hozirgi kunda 800 mingdan 1 million 400 gacha holatiga va bozordagi talabaga qarab olamiz. Voy, okajon, unda meni ham tillalarimni bir hisoblangchi. Bu 585 proba ekan. Bu ham 585. Qirq 11 gram ekan. Biz regiz toshi oddiy bo'lgani uchun 0.4 ming sifonna. Gram 825 mingdan. Shunda oxirgi narx qancha bo'lyapti? 36 million 885 ming 750 so'm bo'lyapti. Sizga 37 million qilib beraman. Voy, o'zi mo'jalim bitta iPhone'ni puli edi. Pul ortib qoldi-yu. Tillalaringiz hammasi yangi ekan. Umuman taqilmagan shekilli. Babi tilla taqmayman. O'rtoqlarimcha yigitinga tilla oldirgan yurishganiga oldirib yubordim. Juda ham yaxshi qilgan ekansiz. Tilla oldirib, hozir kelishgan pulingizni sanab beraman. Bu yerda 20 million. Bu yerda 17 million. Barakasini bersin. Yaxshi ham tilla oldirib olgan ekanman. Hozir borib 17 Pro Max olaman. Aytgancha, yana tilla oldirib olsam, o'zingiz kelaman. Xayr.